Videoyim maksimum 500 ta prosmotr bo'lgan. Tushunishingiz uchun 1 yilda 500 ta obunachi yig'ganman. O'sha 500 ta obunachi yig'ganim Instagramda. Ha, Instagramda 1 yilda. 1 yilda. Bu juda uzoq ko'rsatkich. Ha, mana uzoq vaqt va shu bilan birga kam rezultat. Kam. Lekin odamlar ko'radida, "Voy, 4 yilda 500 ming ta podpishchiga boribdi" deydi. U narsa 1 yilda 500 ta bo'lganda aslida. Men YouTube kanalimni ochganimda, Instagramda allaqachon 50 ming ta obunachim bor edi va YouTube kanal ochdim. YouTube'ga Instagramdagi hamma videolarimni kun bo'yi qo'yib boryapman. Misol uchun kuniga 4 ta video qo'yaman. 4 ta video qo'yaman. Boshida portlab ketmagan hech narsa. Lekin men 1 oyda 100 ming ta obunachi yig'ganman. YouTube'da 1 oyda 100 ming ta. Demak, YouTube'da o'sha YouTube formatdagi kontentlardan ko'ra Shorts orqali bu obunachiga erishgansiz.